Assalomu alaykum barchaga. Ko'pchilikdan shunday savol keladiki, BLG advokatlik firmasining asosiy faoliyat turi nima deb. Bizning faoliyat turimiz juda keng, chunki bizda 20 dan ortiq tajribali advokatlar jamoasi mavjud. Advokatlarimiz iqtisodiy, fuqarolik, ma'muriy yoki jinoiy masalalarda hamda korporativ tadbirkorlik masalalarida ham ancha tajribaga ega bo'lgan advokatlarimiz faoliyat yuritadi. Fuqaro kelsa, masalasi bilan kelsa, ya'ni uning muammosi qaysi yo'nalishda bo'lsa, ushbu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan mutaxassis, ya'ni advokat ajratib beriladi. Shuningdek, turli xil hujjatlar, ya'ni shartnoma bo'ladimi, ariza bo'ladimi, bizda jamoa mavjud. Mukammal ariza yoki shartnoma namunalari ham tayyorlab beriladi. Shunga qaramasdan biz xorijiy korxonalar bilan ham birgalikda ishlaymiz. Bizning advokatlarimiz rus va ingliz tillarida nafaqat gaplasha oladi, balki hujjatlarni ham mukammal tarzda yurita oladi. Demak, bizda mana shunday tajribaga ega bo'lgan jamoa mavjud. Advokat tanlashda adashmang.